Trekker binaman degan akalarimiz uchun 2023 yumshoq balon paroy qo'yilgan. U yoqqa ratnoy deyapti, gaz pas qo'yilmagan. 18100 yurgan ekan, Premier ekan. Plus emas ekan, video registrator bor, antiradarni olishyapti, panorama lyuklari bilan. Holatlarni ko'rsatamiz. Old orqalarini o'ta chiroyli. Petnosi ham yo'q deyapti. Bu tomondan ko'rinishlari. Rola ponni salafanlar kiydirib chiroyli qilib qo'yishibdi. Egalarning o'zidan ekan. Yendan chiqadimi bu? Ha? Yendan chiqadimi? Yuboy bo'ladi. Gaz yo'q ekan, gaz qo'yilmagan ekan. Yumshoq balon yangi paroyga bor. Ideal holatda. Puli nechi pul endi uka buni? Bular aka 17300 o'tib beramiz. 17300 o'tib berasiz. Variantgachi? Siz obunachilaringizga 10000 puli bo'lsa beraveramiz. Qancha oygacha? 5-6 oygacha 5-6 oygacha Andijon bo'ylab ekan. Mashinani o'zingizlar ko'rasizlar, kelishib, telefonni pastda nomer bilan qoldiraman. O'zingizlar kelishib olaverasizlar. Oldini ham bitta ko'rsatib ya. Chang holatda turibdi-ku, mana mashina. Ratno holatda ekan. Mana mashina.